Otabek Svarchi kanalining obunachilari, tomoshabinlari. Bugungi videomizda sizlar bilan svarka qilayotgan mahalda svarka teshilib qolgan holatda qanday yamab svarka qilib o'tib ketishni tushuntirib o'tmoqchiman. Aytgancha bir gap, kommentariyalarda yaxshi fikr bildirgan barchaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlaganlarga. Negativ yozib, o'zimizni hamkasb svarchilar yozganiga qaraganda g'ash kelyapti shekilli bu videolarga. Akalar, bilmasdan shu narsaga muhtoj bo'lgan odamlar o'zimiz aldimizga ham ko'p kelgan. Shu video orqali sal bo'lsa ham foydamiz tegsin degan maqsadda bu videoni syomka qilyapmiz. Endi noto'g'ri tushunmanglar akalar, bari sizlar har xil kuchli ustalar bor, svarchilar bor. Biz o'zimizni kuchli deyish emas bu yerda maqsad. Sodda qilib tushuntirib bermoqchiman. Qo'ldan kelgancha sodda qilib o'zimiz aka-ukalarimizga foydasi tegsin degan maqsadda bu video chiqaryapmiz. Iltimos qilgan bo'lardim, kommentariyada o'zingizlarni hurmat qilinglar. Sizlarga boshqa gap yo'q. Darvoqe akalar, elektrod haqida ham ozgincha gapirib o'tishimiz kerak. Chunki kommentariyalarda ko'p so'raldi. Shu elektrod Arsenal 3 mmlik. Mana 3 mm. Xullas Arsenal ishlatamiz. Arsenalga elektrodda 3 mm mi? Xitoyskiy 422. Uni ham ishlatamiz. Endi kimga qaysi udobli bo'lsa, ma'qul kelsa, 2likka to'shdi, yana ham amperini pasaytirib ligirovka qilasiz. 3lik. Mana Arsenalda 3ligi bo'lsa, Arsenalda 2ligi. Ikkovini ayirmasini ko'rsataman. Tak, mana. Ikkita 2lik, ikkita 3lik. Ayirmasini ko'ryapsiz. 2ligi ancha chaqqon bo'ladi. 2likka amperlarda ancha 20-30 gradusda даже pastroq ishlatasiz. Xullas shu akalar, bilmaganlar uchun albatta. Qanunda videoni boshladik. Yana so'rashinglar mumkin, nimaga har safar profilda video olasiz? Endi hozir ko'p ishimiz shu profilga bog'liq-da. Ko'p ishlar shu profil orqali bajarilyapti. Qalin metallarda ham xudo xolasa video olishga harakat qilaman. Bu materialda stenasini qalinligi, keyin razmerini aytib o'tsam, 6 ga 4, 6 4, 1,5 stena. 1,5 stena. Qanday holatda ko'p teshiladi? Bunday qilib qo'yganingizda profilni mana bu qismi kam teshiladi. Mana shunaqa holatda qo'ysangiz kam teshiladi. Elektrodni mana bu tarafdan urganingizda mana qalin tarafga ozgina mindirib turib ursangiz bu teshilmaydi. Eng ko'p teshiladigan holatlar o'zini to'g'ri ulaganingizda 45 gradus burchak chiqarganingizda mana shu yuqa 1,5 taraflari bir-biriga to'g'ri keladi. Shundagina qo'yib kelganingizda teshilib qolishi mumkin. Endi hozir shuni qo'ldan kelgancha tushuntirib bermoqchiman. Deylik, mana svarkani boshladingiz. Qo'ydingiz, bitta tochka boshlandi. Ustimiz qilib keldingiz. Elektrodni masofasidan ham ushlashtirish soniyasiga e'tibor berasiz-da. Bu yuqa materialni deylik, elektrodni sal chaqqonroq harakat qildirasiz. Uzoqroq ushlab turdingizmi, cho'q erib turib, aylanasi kattayib turib, o'rtadan elektrod razmerida teshilib qoladi.
Cho'g'ni kengaytirib olganingizdek, bundan oldingi videoda aytib o'tganda, teshishni o'rgatgan videomizda ham asha cho'q qilib kattaytirib olganingizdan keyin o'zini o'zi erigan metal o'zini ko'tara olmasdan teshilib qoladi. Shuning uchun bunaqa paytda elektrodni faqat chaqqonroq harakat qilasiz. Tokda aytsak, tok hammani svarkasi har xil. Amperini aytaylik. Meni svarkam o'zi shaxsan 250 amper. Kimdadir 180, kimdadir 350, 600 gacha amperlar bor. Hozirgi zamon apparatlariga oladigan bo'lsangiz, tokni ham aytib o'ting deydi. Hozirgi mahalda men mana shu videoning ichida men 100 amperga qo'yib turib qo'yaman mana. Chunki qish mavsumida toklar pasayadi, svet pasayadi, hammada o'ynaydi har xil bo'lib. Shuning uchun tokni iloji boricha o'zingiz ligirovka qilasiz. Bir joyda ish qilmaymiz. Svarchilar o'zlari ham biladi. Uyingizdagi holat, svetdan ham muammo bor. Hozir men videoda moncha amperga qo'yib turib qo'yasiz desam, sizda svet baland bo'lishi mumkin, yo svarka slabi bo'lishi mumkin. Xullas, shunaqa gaplar. Shuni qo'yib, hozir men ko'rsatib beraman. Videoda ham teshib, qayta yamab o'tib ketishdi albatta. Qani diqqat bilan qarab turishingizni so'rayman. Qani boshladik. Mana teshildi, albatta ko'rasiz. Xullas mana shu holatda teshildi. Endi buni elektrod qistir, boshqa bo'lak narsalar qistirib o'tirmasdan svarkani o'zida qo'yishni ko'ramiz. Bir tekisda kelyatib shu holatda teshilib qoldi deylik. Buni endi biz svarkada qo'yib o'tamiz. Qanday shu cho'g'ni mana shu qalin joy turibdi, mana qo'yilib, shuni ustiga urib, to'liq ustma ust qilib, mol aylana kenglikni ko'ryapsiz. Aylantirib, qalinlashtirib, bu chekkaga qarab yurib ulab kelamiz. Qani videoda to'lig'icha qo'yib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, hali sovigani ham yo'q.
Endi buni birgalikda chaqib ko'ramiz. Qanday holatda keldi? Hozir Bismillahirrohmanirrohim. Diqqat bilan tekshirib olishingiz mumkin. Ashi aylanasiga ko'rdingizmi? Hop. Shopga qaraysiz. Mana mo tarafga bitta u taraf, bitta bu taraf urilib kelgan. Teshigimiz kattalik hisobiga shu joy qalin quyilgan mana. Shopga yaxshilab e'tibor bering. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Shunga o'xshash videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga kirib, svarka qilish sirlari bo'yicha 3-4 ta video qo'yilgan. Barchasini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman, chunki bilmaganlar kirib o'ziga keraklik ma'lumot olishi mumkin. Mayli, keyingi videoda ko'rishguncha hammanglarga rahmat.